Uy ichida ofisim bo'lsaydi deb orzu qilarmidingiz? Buni faqat keng, ko'p xonali hovlilarda qilish mumkin deb yuruvdingizmi? Shu yerda to'xtab turing. Uy uchun to'plagan pulingizni hisoblang. Hovli olishimga oho, bor ekan deb shashtingizdan qaytmang. Tavakkal qiling-da shartta kvartira olib qo'yavering. Yashashingizga kerak bo'ladigan imkoniyat bo'lsa, orzungizdagi ofisni ham mo'jazgina qilib qo'yishgan ham bo'lsa, yana hamma qiziqadigan 3-qavatdan bo'lsa, o'ylanib o'tirasizmi? Voy bu, yana bir tomonini aytsam, hayajondan like bosishni unutib qo'yasiz. Oldin shu like'ni chertib qo'ying. Xullas, shu ko'rib turgan hamma narsa sizga o'tyapti-yu. U ham unaqa qimmat emas. Atigi 35 ming boshlanishiga so'rashyapti. Endi ekrandagi nomerga telefon qiling. Biz chetgacha topib berdik shunaqasini. U yog'ini kelishtirib so'rash sizga qolgan gap. Albatta o'tib beradigan joylari ham bor. Bino pishi g'ishtdan qilingan ekan. Bizni qiziqtiradigan gaz, svet, suv, kanalizatsiyalar bilan ta'minlangan. Holati yangi remontdan chiqqan. Uyni isitishga gaz ham, konditsioner ham xizmatda turar ekan. Zo'rmi? Umuman uyni did bilan ta'mirlanishi-yu bezatilishiga qoyil qolmay iloj yo'q. Manzildan so'rashingizni bilaman. Manzil Farg'ona shahri, Qirguli mavzesi, Marg'ilon ko'chasi. Mo'ljal esa Malvina va Didor to'yxonasi yaqinida. Uy ma'qul kelgan bo'lsa, gazini bosing. Sizda hozir imkon bo'lmay turgan bo'lsa, barcha kontaktingizdagi tanishlarga jo'natib qo'ying.